Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Prezident saylovlari kelasi yilning 8-noyabrida. Amerikaliklar uchun saylovda eng muhim masala bu iqtisod. Shu bois har qanday nomzod o'z platformasida asosiy urg'uni moliya, byudjet va biznesga beradi. Qo'shma Shtatlar moliyaviy yuragi, bilasiz, bu Wall Street, qimmatbaho qog'ozlar bozori. Xo'sh, u yerda nomzodlar haqida nima deyishyapti? Moliya markazi Wall Streetda har kuni qandaydir yangilik. Xomashyo bahosi tushib boryapti. Xitoy iqtisodiyoti sustlashganda sarmoyadorlar nazarida oxirgi 9 yilda ilk bor foiz stavkalari ko'tarilishi mumkin. Bu orada Amerika kelasi prezident saylovlari taraddudida. Savdo sektori nima deydi? Carly Fiorina va Donald Trump biznesdan chiqqan. Biznesdan xabardor bo'lgan nomzodni savdo-sotiq sektori ham ma'qul ko'radi. Har holda ular boshqa nomzodlardan oldinda. Sobiq davlat kotibasi demokrat nomzod Hillary Clinton yaqinda ayrim farmatsevtika kompaniyalarini foydaning ketidan quvayotganlikda aybladi va narxlarni pasaytiring deya qo'rqitdi. Hillary Clinton bu bilan biotexnologiya sohasida band mutaxassislarga ziyon qildi. Clinton xususan kuz boshida dori bozorida narxlar keskin oshganini tanqid qilib, bu borada chora ko'rishini aytib po'pisa qildi. Natijada biotexnologiyaga doir aksiyalar bahosi tushib ketdi. Ba'zi aksiyalar narxi 30% gacha pasaydi. Respublikachi nomzod Donald Trump so'rovlarning oldinda, lekin uning fe'lini bilish qiyin, deydi moliya sektoridan Ben Willis. Donald Trump masxaraboz. O'zini ko'rsam gaplashib o'tirmasdim, aylantirib jag'iga tushirardim. Milliarder tadbirkor Kevin O'Leary Trumpni biznesmen deya hurmat qiladi, lekin Oq uyga saylanish uchun u jiddiyroq reja bilan chiqishi kerak, deydi. Odamlarning hafsalasi pir. Trump haqiqatda biror o'zgarish qila olsa fuqarolarga aytsin. Mana bu siyosatdonlar bilan hukumat ishini yaxshilay olaman deb aytsin. O'Learyning aytishicha, Trumpning dag'dag'asi hech kimga o'xshamagan gaplari boshqa nomzodlarga o'git bo'lishi kerak. Odatdagi gaplarini qo'ysin ular. Bir-biri bilan olishavermay, aniq-tiniq, qiziq qilib gapirishni o'rgansin. 8 yildan beri ko'rib turibmiz, quruq gap. Xullas, saylovlarga hozirlik boshlanib ketgan. Wall Street ham jarayonni diqqat bilan kuzatyapti. Alexis Christoforus, Nasiba Tohir, Amerika ovozi televideniyasi. Xalqaro hayot, Markaziy Osiyodagi dolzarb masalalar, siz yashayotgan jamiyatdagi muhim o'zgarishlar va sizni qiynayotgan muammolar. Bularni biz saytimizda yoritishga harakat qilamiz, amerikaovozi.com. Siz bilan shuningdek ijtimoiy tarmoqlarda ham muloqot qilishni istaymiz. Facebookda bormiz, Twitter, Odnoklassniki, VKontaktedamiz. Bizni toping, o'qing, tinglang va tomosha qiling. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz.